O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yilning 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Samarqand viloyat qo'riqlash boshqarmasi tomonidan viloyat hududida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan qator tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Samarqand shahar qo'riqlash bo'limining texnik qo'riqlash markazi xodimlari tomonidan Samarqand shahridagi Qorasuv massivi Qorasuv mahallasi aholisiga qo'riqlash xizmatidan foydalanish va uning afzalliklari, xonadon va obyektlarga qo'riqlash texnik vositalarining o'rnatilish tartibi to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Targ'ibot davomida o'z xonadoni, mol-mulklarini qo'riqlovga topshirish istagi bo'lgan ko'pchilik fuqarolar texnik qo'riqlash markazi bilan bog'lanishini bildirishdi. Samarqand shahar Qorasuv mahallasida bugun targ'ibot tashkil ishlari olib borildi. Targ'ibot davomida fuqarolarga xonadonni qanday qo'riqqa olish bo'yicha to'liq ma'lumotlar berildi. Texnika vositalari bilan tanishtirdik. Ularning imkoniyatlari, funksiyalari bo'yicha savollarga to'liq javob berilib, tushuntirib o'tildi. Bu yerda asosiy maqsad targ'ibotdan mahallalarda bu jinoyatlarni oldini olish, xonadonlar xavfsizligini, fuqarolarning mol-mulkini ishonchli xavfsizligini ta'minlash. Targ'ibot tadbirlaridan ko'zlangan asosiy maqsad kriminogen vaziyat og'ir mahallalarda jinoyatchilikni barvaqt aniqlash, oldini olish bo'yicha samarali tizimni yo'lga qo'yish hamda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilganligi, qo'riqlash hamda ichki ishlar bo'limlari hamkorligida dastur va hududiy yo'l xaritalarida nazarda tutilgan chora-tadbirlarning o'z vaqtida amalga oshirilishidan iborat. Albatta, bu targ'ibot tadbirlari hududlarda sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik va turli jinoyatlarni barvaqt aniqlash hamda oldini olishga qaratilgan samarali mexanizm bo'lib xizmat qiladi.